Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar jamiyatning barcha sohalarida namoyon bo'lmoqda. Xususan, aholining turmush farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va yangi ish o'rinlari yaratish masalasi davlat siyosat darajasiga ko'tarilgani bugungi kunda har bir fuqaro hayotida yaqqol sezilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 23-sentyabrda qabul qilgan farmoni mamlakatimiz ijtimoiy siyosatining yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur farmon kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida deb nomlanishi ham uning mazmun mohiyatini yaqqol ifodalaydi. Bu farmon asosida aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan davlat dasturlari qayta ko'rib chiqildi. Ularning samaradorligini oshirish uchun mutlaqo yangi mexanizmlar joriy etildi. Eng asosiysi, mamlakat bo'yicha kambag'al oilalar reyestri shakllantirilishi boshlandi. Bu reyestr nafaqat aholining real holatini chuqur o'rganish imkonini berdi, balki davlat organlari va mahalliy hokimiyat tizimlari uchun aniq manzilli ish yuritishga yo'l ochdi. Ta'kidlash joizki, farmonning amalga oshirilishida davlat organlari bilan bir qatorda siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari ham faol ishtirok etmoqda. Xususan, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi bu jarayonda tashabbuskor kuch sifatida maydonga chiqib, mahalliy kengash deputatlari orqali to'g'ridan-to'g'ri aholi bilan muloqot qilish, ularning muammolarini o'rganish va yechim topishda muhim vazifalarni bajarmoqda. Demak, Prezidentimiz farmoni asosida qabul qilingan chora-tadbirlar mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish yo'lida qo'yilgan tarixiy qadamlardan biridir. Bu hujjatlar ijrosi keng jamoatchilik nazorati ostida amalga oshirilayotgani esa ularning samaradorligini yanada oshirmoqda. Prezident farmoni ijrosini samarali ta'minlash maqsadida joylarda turli tadbirlar, seminarlar va jamoatchilik eshituvlari o'tkazilayotgani ham barchamizga ma'lum. Bu kabi eshituvlar orqali dasturning mazmun mohiyati aholiga yetkaziladi. Uning amaliy natijalari muhokama qilinadi, mavjud muammolar ko'rib chiqiladi va ularni bartaraf etish choralari ishlab chiqiladi. Shu ma'noda Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida bo'lib o'tgan jamoatchilik eshituvi dastur doirasidagi muhim voqealardan biri bo'ldi. Mazkur tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi viloyat kengashi mas'ul xodimlari, tuman hokimligi va mahalliy kengash vakillari, turli tashkilot va korxona rahbarlari, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar hamda keng jamoatchilik ishtirok etdilar. Bugun mana xalq deputatlari Qiziltepa tuman kengashida men o'zim shu hududdan saylangan deputat sifatida hududdagi 3-bosqichda, ya'ni o'sha kambag'allikdan farovonlik dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlarni tahlili, tanqidiy muhokama qilindi. Shaxsan o'sha bizning hududimizda 10 ta mahalla bo'lsa, shu hududdagi mahallaga 68 ta xonadon 3-bosqichda biriktirilgandi. Shu biriktirilgan xonadonlarimizga korxona tashkilotlardan biriktirilgan rahbarlarning axborotlari eshitildi. Bu axborotlar asosan o'sha xalqimizni birinchi maqsadimiz shu kambag'allikdan chiqarish, ya'ni o'sha qay darajada o'zi kambag'allikdan chiqarilyapti, uni ishsizlik darajasi qay darajada bajarilyapti, chet elga misol uchun ish bo'yicha ketgan fuqarolarimizni yurtimizga qaytarib olib ish bilan ta'minlash choralari qay darajada ko'rilyapti, keng muhokama qilindi. Uchrashuvda ya'ni o'sha jamoatchilik eshituvini biz an'anaga aylantirib olganmiz. Har oy yakuni bilan mana shunaqa amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilib olib boramiz. Bugun o'sha hududimizda markazi, ya'ni Alisher Navoiy, Furqat, Yashnobod, Ayronchi mahalla fuqarolari yig'ini, bundan tashqari Oqsoch mahalla fuqarolari yig'inida amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. O'sha ichki ishlar bo'limi tuman bo'limini o'rinbosari, suv ta'minot korxonasini rahbari, soliq bo'limini boshliqlarini axborotlari eshitildi. Ayniqsa bizda o'sha alohida e'tirof etilgan soliq bo'limini tomonidan hududlarga amalga oshirilgan ishlar alohida e'tirof etildi. Eshituvning asosiy maqsadi kambag'allikdan farovonlik sari dasturning Qiziltepa tumanidagi ijrosini o'rganish, dastur doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida hisobot tinglash va aholi fikrini o'rganishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida dasturning birinchi natijalari va olingan tajribalar keng muhokama qilindi. Xususan, tumanda kambag'allikdan chiqarish uchun belgilangan oilalar ro'yxati asosida har bir xonadonga individual dastur ishlab chiqilgani, ularning ehtiyojlari aniqlangani va mutasaddilar tomonidan bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan ishlar xususida
ma'lumotlar berildi. Jamoatchilik eshituvida alohida e'tibor qaratilgan masalalardan biri dasturning 3 bosqichli amalga oshirilishi bo'ldi. Bu bosqichlar orqali avvalo aholining ehtiyojlari aniqlandi, keyin ularga zarur xizmatlar ko'rsatildi va natijada yil yakuniga qadar belgilangan oilalarning kambag'allikdan chiqishi ta'minlanishi ko'zda tutilgani ta'kidlandi. Hisobotda ma'lum qilinganidek, joriy yil davomida Qiziltepa tumanida 13238 ta xizmat ko'rsatilishi belgilangan. Ulardan 2346 ta xizmat aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratish, 989 ta xizmat mahalla infratuzilmasini rivojlantirish, 2533 ta xizmat ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatish, 4719 ta xizmat tibbiy xizmat ko'rsatish, 2327 ta xizmat ta'lim va kasb hunarga o'qitish, 324 ta xizmat uy-joy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan. Bu raqamlar tumanda dasturning amaliy qadamlar bilan hayotga tatbiq etilayotganidan dalolatdir. Shuningdek, jamoatchilik eshituvida oilalarga ko'rsatilgan xizmatlar samaradorligi haqida ham fikr almashildi. Eshituv jarayonida deputatlar aholi vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib, ularning taklif va fikrlarini eshitdilar. Ko'tarilgan masalalar orasida kreditlardan foydalanish tartibi, kasb-hunar o'quv markazlarining imkoniyatlari yanada kengaytirish, mahallalarda infratuzilmani yaxshilash va tibbiy xizmatlarni yanada sifatli tashkil etish kabi yo'nalishlar asosiy o'rinni egalladi. Kecha kunduzda Qiziltepada shu deputatlar barchasi kambag'allikdan farovonlik sari olib borilayotgan ishlar bo'yicha berkitilgan tashkilot rahbarlarini ham olib borgan ishlarini nazorat qilgan deputatlar mana shu zalda ularni olib borgan ishlari tahlil qilinib, eshitildi. Nima ishlar amalga oshirildi bu Qiziltepani mahallalarida mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Haqiqatdan ham Qiziltepa o'zini salohiyatiga ega tumanlardan biri. Mana mamlakatimiz rahbari tomonidan bir qancha ishlar barcha sohalarda katta o'zgarishlarni amalga oshirish uchun qarorlar, farmonlar qabul qilingan. Mana shu kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishda rahbarlar ham shu kambag'al oilalarga berkitilgan. Ular ham bugungi kunda oilani iqtisodini ko'tarib, farovonlikka yetaklash uchun juda katta ishlarni amalga oshirmoqda. O'zim ham deputat. 3 ta xonadon menga berkitilgan. Borib o'sha xonadon egalarini o'sha ish bilan ta'minlash bo'yicha fermer xo'jaligimga bitta ayolni ishchi qilib oldim, hamda yigitlardan Bo'ston Toshravot hududida yashayotgan bir yigitimizni ishchi qilib oldik. Ikkita oilani demakki bir iqtisodi ko'tariladi, shu kambag'allikdan chiqib ketadi. Jamoatchilik eshituvida ishtirok etgan deputatlar dasturning samarali ijrosini ta'minlash uchun barcha mutasaddi tashkilotlar birgalikda ishlashi zarurligini alohida ta'kidladilar. Shu bilan birga dasturning ijrosi faqat davlat organlari bilan cheklanib qolmasdan, jamoatchilik nazorati asosida amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi. Tadbir yakunida ishtirokchilar tomonidan qabul qilingan xulosa va tavsiyalarda joylarda dastur ijrosini muntazam o'rganish, har bir oilaning holatini chuqur tahlil qilish va ularga individual yondashuvni kuchaytirish masalalari belgilab olindi. Biz deputat sifatida shu atrofga nazar tashlaydigan bo'lsak, har birimiz bir oilaga o'sha kambag'allikdan chiqarish uchun sadoqat bilan xizmat qilsak, albatta buni juda katta buyuk mukofoti bor, savobi bor. Davlatimiz rahbari ham birinchi bor shu davlatga prezident etib saylanganlarida so'zlari yuragimdan chiqmaydiki, har bir odamimni baxtli bo'lishini ko'rishim kerak deb qadam tashlaganlar. Shuning uchun ham u kishini diqqatlari nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir viloyatga qadam qo'yyaptilar. O'sha joyda nima ishlarni amalga oshirish qilishimiz kerak, nima ishlarni amalga oshirdik, qancha oilalarni bir hayotiga bir iqtisodiy baquvvatlik kiritdik deb o'zlari o'sha joylarga boryaptilarki, men o'ylaymanki, u kishini qadamlari mamlakatimizda har bir xonadonga kirib boryapti, yetib boryapti. Mana shu deputatlar harakat qilyapti, o'sha tashkilot rahbarlari harakat qilyapti. Qo'yingki, qo'lidan kelgan
har bir fuqaro nazari o'sha kambag'allikdan farovonlikka yetaklash uchun xizmat qilyapti. Mana bugungi seminarda biz ko'rib, eshitib turdikki, mana shu fuqarolarni diqqati mana shu sohadagi qo'yilayotgan qadamlarni buyuklikka olib chiqish. Maqsadimiz shu. Yurtimiz tinch bo'lsin, odamlarimiz hayoti iqtisodiy baquvvat bo'lsin. Omad tilayman xalqimizga, deputatlarimizga ham. Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengash a'zolari dasturning har bir bosqichini o'rganib, joylardagi muammolarni ochiq muhokama qilib kelmoqda. Ular aholi bilan uchrashib, oilalarning holati, ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar samaradorligini tahlil qiladi. Qiziltepa tumani misolida ham bu jarayon keng qamrovda tashkil etildi. Deputatlar mahallalarda bo'lib, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan xonadonlarning holatini o'rgandilar. Shu asosda tegishli tashkilotlarga amaliy tavsiyalar berildi. Deputatlik nazoratining yana bir ahamiyatli jihati bu jarayonda ochiqlik va shaffoflik ta'minlanishidir. Chunki aholi o'z fikrini erkin bildirib, muammolarni aytish imkoniyatiga ega bo'ldi. Dasturning amalga oshirilishi aholi orasida ijobiy munosabat uyg'otdi. Ko'plab fuqarolar davlatning kambag'allikka qarshi olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlamoqda. Ular dasturning e'tibor markazida inson va uning oilasi turganini, har bir xonadonning ehtiyoji individual o'rganilayotgani ta'kidlamoqdalar. Sharoitimiz ana shu, o'g'lim 2-guruh nogironi, 6 ta farzandi bor. Shularni nima qilishga endi nimasi yetmaydi-da, sharoiti yetmaydi. Hozir mana shu imorat tiklash kerak edi. Shuni hozir nima qilib tiklab, nima qilib berdilar endi. Rahmat, yordam qilib, mahalla tomonidan shu Botir To'shev, Xalq demokratik partiyasi deputatlari, Xalq demokratik partiyasi a'zolari, deputatlari kelib yordam qildi. Bular endi hozir 3 ta xo'jalik berib turamizda biz. Bularni endi alohida qilib shu tomondan endi kirib chiqish qilib, hozir uy nima olishgan imkoniyati yo'qligi uchun shuni bo'lib hozir berdik shularga-da endi. Mana shu yordam berganlarga tashakkur bildiraman. Umrlari uzoq bo'lsin. Kasbkorlarga barakat ato etsin Allohim. Doim dunyomiz tinch bo'lsin. Mana shu yurt boshimiz omon bo'lsinlar. Mana shunchalik sharoitlarni yaratib berib, g'amxo'rlik qilibdilar. Rahmat. Deputatlik nazorati va jamoatchilik eshituvlari kambag'allikdan farovonlik sari dasturning samarali amalga oshishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki bu jarayon orqali davlat organlari, jamoatchilik va aholi o'rtasida ochiq muloqot yo'lga qo'yildi. Qiziltepa tumanidagi tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, deputatlik nazorati faqat hisobot olish bilan cheklanmay, balki muammolarni yechish, yangi tashabbuslarni ilgari surish va aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilmoqda.